3 ta gol urdi Barselona, 3-0. Atletico Madrid keyingi bosqichga finalga chiqib ketdi. Nimani hisobiga? Birinchi o'yindagi 4 ta golini hisobiga. Mayli, lekin Barselona muxlislariga bu alam qildimi degan savol. Shaxsan menga hech qanaqa alam qilgani yo'q. Alamli degani sharhdagi gaplar ham bir tiyin menga. Bir tiyinga olmayman, to'g'risini aytaman. Hamma o'ziga kerakli dofaminni oldi. Menga misol uchun kubok hech narsa bermaydi. Barselona agar men hozir Realchilarning logikasi bilan yashaydigan odam bo'lganimda hozir Barselona bu musobaqada 42 tami kubok yutgan. Xuddi shu Ispaniya kubogini adashmasam 42 ta bo'lishi kerak. Hozir men bizda 42 ta kubok bor deb chiqsam, qanaqa jirkanch bir isqirt odamga o'xshab ko'rinib ketaman sizlarga misol uchun. Men unaqa demayman. Menga bu zo'r o'yin bo'ldi. Men o'zimga kerakli dofaminni oldim. Chotki meditatsiya, umuman men uchun Barselonaning o'yinlari terapiya. To'g'risini aytayapman, behazil. Lamine Yamal o'yinini qaranglar, Pedrining o'yinini qaranglar kechagi, Rafinha'ning jonkuyarliklari, haqiqiy oila bir yoqadan bosh chiqarib, missiya qo'ydi oldiga 4 ta gol urish kerak edi, 3 ta urdi. Xo'p, nima bo'pti endi shunga? Menga ana kubok nima beradi deganda men mana shuni nazarda tutgan edim. Kubok jamoalarniki, bizniki emas. Bizda 15 ta Chempionlar Ligasi bor deganlar mana shu musobaqadan Albacete'dan yutqazib chiqib ketuvdi. Kecha komment yozib tashlabdi menga. Realchilar tinchlikmi? Albacete 2-divizionni komandasi Real Madridni 7 nafar asosiy futbolchisini maydonga tushirmasdan yutdi. Buni ko'plar gapirmadi. Masalan, bizda 15 ta Chempionlar Ligasi bor deydiganlarga savolda mana. O'sha 15 ta kubok yordam berdimi Albacete bilan o'yinda? Yo'q. Bir tiyin menga o gaplar. Alamli mag'lubiyat bo'ldi Barsaga, alam hech kimga alam qilgan yo'q. Mana shu videoga menga kechagi Barselonani o'yini alam qilmaydi, alam qilgani yo'q deganlar like bosib yuboringlarchi. Bitta like bosinglar, mana shu Barselonani kechagi 3-0 dan keyin menga hech narsa alam qilmadi. Kayf qildim men. O'zimnikini oldim deganlar bitta like bosib yuboringlar videoga.